Anvar G'ofurov, Behruz Karimov katta ehtimol bilan xorijga ketadi. Andijon Surxon o'rtasidagi uchrashuvdan keyin tashkil etilgan matbuot anjumanida dastlab mehmonlar bosh murabbiyi Anvar G'ofurov ishtirok etdi va ushbu intervyuda Anvar G'ofurov Behruz Karimovning holati haqida ham to'xtalib o'tdi. Behruz Karimov qaydnomada ham yo'q edi. Behruz Karimov jahon chempionatidan keyin bu yil uning uchun katta nagruzka bo'ldi. Qishda umuman dam olgani yo'q. O'z yoshida terma jamoa bilan yig'inda bo'ldi. Keyin U20 termasiga chaqirishdi, so'ngra U23 termasiga va undan keyin milliy jamoaga jalb qilishdi. Shu bois u umuman dam olgani yo'q. Unga o'zini tiklab olish uchun dam berildi. Katta ehtimol bilan xorijga ketadi. Bizning ishimiz jamoadagi bor o'yinchilar bilan ishlash. Behruzga esa dam berilgan. Men buni to'g'ri tushunaman. U ham odam, robot emas, degan murabbiy. Ha, qadrli tomoshabinlar, Behruz Karimovning xorijga ketishi sekin-astalik bilan amalga oshishi ehtimoli bor albatta. Ammo bugungi kundagi xabarlarni o'qib shuni anglab yetyapmizki, terma jamoamiz tarkibidagi hech bir futbolchi xorijga ketish uchun kafolatlanmagan. Ya'ni O'rozov haqida gapirmoqdaman. Jahongir O'rozovga bir necha kunlar oldin Bundesliganing bir necha klubi hamda A seriyaning yana 2 klubi qiziqayotgani haqidagi xabarlar tarqalgan edi. U hattoki Rubin bergan shartnomani ham rad etgani va xorijga kuchli 5lik chempionatlarga o'tmoqchiligi haqidagi xabarlar tarqagan edi. Ammo hozirda shunga amin bo'lyapmizki, uning transfer huquqlariga egalik qiluvchi Dinamo klubi uning transferi uchun $1 million so'ragan va shu sababli mening nazarimda kuchli 5likdagi futbol klublari uni sotib olishdan qaytgan. Va hozirda Rossiyaning Rubin klubi Jahongir O'rozovni $1 million ga sotib olishi mumkin bo'lib turibdi. Bu haqida xabarlar juda ham ko'payib ketdi. Undan tashqari Vadim Abramov ham buni ta'kidlagan. Behruz Karimovda ham shunga o'xshash holat kuzatilishi mumkin albatta. Ammo Behruz Karimov Jahongir O'rozovga qaraganda jahon chempionatida yaxshiroq qatnashdi hamda yosh toifasiga olib qaraganda ham Jahongir O'rozovdan 3 yoshga kichkina hisoblanadi va Yevropaga ketish imkoniyati yuqoriroq. Shuni e'tiborga olgan holda mening fikrimcha Behruz Karimovga albatta eng bo'lmaganda kichikroq bo'lgan A seriya yoki Bundesliga yoki Fransiya chempionatidan biror bir klub chiqishi ehtimoli bor albatta. Kreativ futbol Telegram sahifasiga obuna bo'lishni unutmang. Biz Telegram sahifamiz orqali o'zbek futbolida ro'y bergan eng muhim va eng qiziqarli so'nggi ma'lumotlarni taqdim etib boramiz. Undan tashqari bizning Telegram sahifamizda O'zbekiston futbolidagi eng muhim uchrashuvlar jonli ravishda olib beriladi. Obuna bo'lgan holda bizni kuzatib boring.